Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz bilan birgalikda kvadrat tenglama demak yechimini ko'rib o'tasiz. Xo'p, demak biz faqat yechmaymiz, uni grafikda tasvirlaymiz. Har bir qadamni demak mantiqiy tushuntirib, uni nima uchun shunday yechish kerakligini bilib olamiz. Demak, x kvadrat minus 5x plus 6 teng 0 kvadrat tenglama. Bu demak klassik kvadrat tenglama deyiladi. Bunda biz bilishimiz kerak. Umumiy holda o'zi kvadrat tenglamaning formulasi qanday? Xo'p, demak a x kvadrat minus b x plus c teng 0. Bu umumiy holda kvadrat tenglamaning demak formulasi. Endi biz mana shu oldagi koeffitsiyentlarni nimaligini va u nimaga teng bu kvadrat tenglamada ularni ham batafsil demak ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi a ya'ni x kvadrat oldidagi turgan koeffitsiyent nimaga teng bu yerda? Albatta mavhum 1, ya'ni bir soni yozilmaydi. 1 ga teng. Endi b-chi? B ya'ni x sonidagi. Xo'p, minus 5 cos ichkarisiga kiritadigan bo'lsak, minus bu yoqda bo'lib, minus 5 ga teng bo'ladi. Endi c ya'ni erkin xat 6 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi kvadrat tenglamaning ildizini qanday topamiz? Ildiz ya'ni x1 birinchi ildizi minus b plus ildiz ostida b kvadrat minus 4ac va mahrajda 2a. Bu birinchi ildizi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi ildizi x2 teng minus b minus b kvadrat minus 4ac mahrajda esa yana 2a. Demak, biz bilamizki ildiz ostidagi bu sonimiz, bu demak ifodamiz diskriminantni beradi bizga. Aytmoqchimanki, bu formulamda yozsak ham bo'ladi. Minus b plus ildiz ostida d bo'lingan 2a. Buni ham shunday davom qildiramiz. Minus b minus ildiz ostida d taqsim 2a. Endi d nima deyishingiz mumkin? D bu demak diskriminant. Diskriminant formulasi shu b kvadrat minus 4ac. Buni soddalashtirish uchun shunday kiritilgan kvadrat tenglama mavzusiga. Demak, ildizlarni hisoblaymiz. x1 x1'imiz minus b, ya'ni minus b minus b'ni o'rniga minus 5 qo'yamiz. Xo'p, endi x1 plus ildiz ostida dni hisoblasak necha chiqdi hozir? Mana teng deb davom qildirish esda yo'q. 25 minus 4ac bo'lsa 24 teng 1 ga teng. Ya'ni diskriminant musbat. Bu diskriminant musbat bo'lsa, yana bitta tenglamaning alomati bor. Tenglama ikkita ildizga aniq ega deyiladi-da. Ikkita ildizi bor, aniq. Diskriminant musbat bo'ladigan bo'lsa. Endi diskriminant o'rniga 1 qo'ydik va 2 ko'paygan a o'rniga 1.
Ya'ni ildiz ostida 1dan 1 chiqadi va mana burada 5 ikkita minus plus bo'lib ketadi. 6 taqsim 2 3 ga teng bo'ladi. Endi x2 ni topadigan bo'lsak, minus b, ya'ni yana shu minus 5 minus endi ildiz ostida yana 1 bo'lingan 2 ko'paygan 1 teng. 5 dan bittani ayirsak 4, 4 2 bo'lsak 2. Mana demak tenglamaning ildizlarini topdik. Endi grafik usulda yechadigan bo'lsak, grafik usulda biz bilamiz, grafikni ko'rib chiqamiz. Biz bilamiz, kvadrat tenglama bu demak parabola deb nomlanadigan grafik chizadi. Xo'p, uning biz tepaga qarashini yoki pastga qarashini x kvadrat oldidagi koeffitsiyentdan bilib olishimiz mumkin. Agarda a musbat bo'ladigan bo'lsa tepaga qaraydi va a manfiy bo'ladigan bo'lsa pastga qaraydi. Parabola. Endi parabolani x maksimum va y maksimumlarini topish formulasi bor. Ya'ni uchining koordinatalari deyiladi. Uch koordinatalari. Bu yerda x deb ham nomlanadi. Hop, uchining koordinatalarini topish uchun x minus b taqsim 2a va y o'qida esa hop, x kvadrat minus hop bx x kvadrat plus bx plus s. O'zim mana bu yerda a ham bor. Bu demak tenglamaning parabolaning uchining koordinatalari hisoblanadi. Endi buni hisoblaymiz. B o'rniga boya ko'rsatganimizdek minus 5 qo'yadigan bo'lsak, minus 5 ni demak 2 ko'paygan 1 ga bo'lamiz. Minus 2,5. Va endi mana shu 2,5 ni bu yerga qo'yib chiqamiz. 1 ko'paygan 2,5 ni kvadrati. Uzr. Bitta joyda chalkashdik mana. Mana shu xatoni qilmanglar sizlar. Bittada qo'yib ketaman desangizlar mana adashasizlar. Plyusdan bo'ladi hamma joy. Xo'p, demak b o'rniga mana bu yerda plyus bo'lgani uchun plyus deymiz, mana yana adashmaslik uchun minus 5 ko'paygan x o'rniga hop 2,5 qo'yiladi plus 6. Buni hisoblaymiz endi. 2,5 kvadrat 625. Hop, minusdan bo'ladi mana. 5 tasi 11 u 25 bilan. Hop, 4 ta bo'lsa 10 bo'lardi. Yana 12,5 bo'lar ekan, uzr. 12,5 plus 6 teng. 6 ga 6 ni qo'shsak 12,25 minus demak 0,25 chiqar ekan. Endi buni grafikda ko'rsatamiz. Tenglamani ildizlari nima? Tenglamani ildizlari bu, ya'ni biz topgan x1 va x2 miz x koordinatani grafik qaysi nuqtalarni kesib o'tishi. Demak, biz bilamizki koordinatadan minus 0,25 va 2,5 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. Xo'p, ikkitasini bir deb olaylik. Mana 1, mana 1, mana 1, 2. Bir o'zi 3. 5 bilan 2,5 bu koordinataning uchlarini parabolaning uchini koordinatasi hisoblanadi. Endi o'sha parabolamiz 2 va 3 nuqtalarda x o'qini kesib o'tadi. Ya'ni chunki bu x1. Demak, bu yoqda ildizi bor, bu yoqda x2 ildizi bor. Demak, mana grafika quyidagi ko'rinishda bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmagan holatda kanalimizni kuzating va obuna bo'lib qo'ying, xursand bo'lamiz. Kvadrat tenglamani demak o'rganib o'rgan tanishlaringizga yo'l qo'ying, ular uchun ham foydali bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat.